Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugungi manzil Farg'ona shahar Oqarg'a mahallasida. Hovli sotilyapti. Pishig'ishda bo'lgan, qarang, juda go'zal bo'lib turibdi. Bu tomondan chiqasiz, chap tomonga shuni to'g'ri borsangiz, San'at saroyi chiqib ketasiz. Bu tomondan o'ngga burilganingizda Ovol yo'li Oqarg'a chiqib ketasiz. Bu tomonda shunday chiqib, chapda yurib o'ngga burilsangiz, katta Farovon to'yxonasi tomonga chiqadigan joy. Farg'ona shahar Oqarg'a mahallasida. Bu tomonda katta eski masjid bor. To'g'risida boringki 500 metrda ag'ida katta masjid qurilyapti. Oldida bog'chamiz bor. Svet, suv, gazdan vashi muammo yo'q. Kanalizasiya uyning ichida. Mana shu xonani sotilyapti akalar, birta ko'ramiz, yo'qsa kelib olamiz. Uyimiz to'liq pishirishda bo'lgan, taylari rossiyskiy betonga qo'yilgan, markasi ham zo'ridan. Agar mana shu uyda olgan insonga robotini bonus sifatida shunday qilib beramiz. Oldida steshga zilen zonaga joyimiz bor. Xo'p, bismillah, qarang, kirdik. Kirganimizda o'zini alohida darvozaxonasi, kattagina darvozaxona bor. Tayi shibet urilgan, qumsuvoqdan chiqqan, tebada to'sin. Qarang. 10 tomon kirganda 1 2 3 4 5 qadam zina. 10 tomonda bitta xona bor mana. Xonasi yaxshi. Endi buni qarang. Qumsuvoq qilingan, nolga padmayak qilingan. Taystasha qilingan. Tashqari ikkita rom qaragan. Endi bu o'rta. Xohlagan batta oshxona qiling, xohlagan sanuzel qiling. Endi bu tomon yana bitta xona. To'sinlarga gap yo'qmi? Loy bosilgan, basa qo'yilgan holatda. Xo'p, eshikdan kirganingizda, 10 tomonda shunday zina, chapga bitta xona bor, to'g'riga, boshda 3 ta xona bor o'zi. Endi bu tomonda uzun mehmonxona 9 ga 4 mekinda mehmonxona. Mana qarang, katta. Uzun 9, endiga 3,5 bo'lish kerak. Agar buni mehmonxonani katta degan bo'lsak, katta shunday dubol uriladi, Hozir eshik atdan ochin, hozir matdan ochin. 2 xona qilib qo'ysa bo'ladi. Mana sanuzulga tayyor nimamiz bor, kanalizasiya. Aytib o'sha sanuzul qilinsa, cho'tki joy bo'ladi, qoladi. Xo'p, endi bunisi bitta xona. Holati zo'r, tayi pilta mana ko'ringlar. Pulga arziydi, xudo xolasa. Qumsuvoq qilingan. Endi agarda sizlarga boshqa uy yoqmasa, mana robot qo'yilsa, mana bitta akvarium qo'yib qo'ysiz, mana shu yerdan katta hol bo'ladi, cho'tki bo'ladi, menimcha. Uyda holati mana 3,5 sotik. Eniga uzunligi 25, buyog'iga bir 15 mikenda, vallohu alam, ya'ni o'zingiz ko'ring, yerda o'chiz. Mana zilen zona, hatga oshxona qilib olasiz. Uyda holati shu mana. Podval bor. O'zim bitta baho beringlar uyda qurilishiga, mana. Podval. Xo'p, hurmatli mijozlar, uyda ko'rdik, uyda holati yaxshi. Uyimiz to'liq pishirishda bo'lgan. Bu uyda narxini $58 ming deyaptilar. Ozmoz kami bor. Pastga nomer qo'yaman barakaga. Agar mana shu xonani olsangiz, paytda katta $1200 robot sizga bonus sifatida shuni qo'yib beriladi. Farg'ona shahar Oqarg'a mahallasida bo'lyapti. Hovli sotilyapti, 3,5 sotik, 5 xona sotilyapti. Bizni qo'llab-quvvatlaysizlar, xizmatlardan Abdushaka akajonim hisobini salom qilasizlar.